Ertaga qayerlarda yomg'ir yog'ishi aytildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Iltimos, videoroliklarimiz keng tarqalishi uchun video ostida like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet 23-mart kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 12-14 daraja iliq, kunduzi 23-25 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarga kuchli bo'ladi. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 9-14 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 9-14 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Samarqand, Jizzax viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Kechga tomon biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 9-14 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, kechga tomon biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayadi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'ladi. Surxondaryo viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metrgacha kuchayadi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 7-12 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Tog'li hududlarda qor ko'chish xavfi bor. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 4-9 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi.